Mana gel bilan qo'lingizni tozalab, yuvib olasiz chetda o'zida, maza qilin. Shu joyiga menimcha bitta like bosmasangiz bo'lmaydi. Amerikada logistika orqali mana shunaqa katta furalarda normalniy pul topib tashlasa bo'ladi. Lekin uni bitta minus tarafi bor, oilangizdan uzoqda bo'lasiz, to'g'rimi? Lekin o'zingizni yurtingizda mana shunaqa furgonli mashinalarda bir oyda o'rtacha necha pul daromad qilsa bo'ladi. Videoga like bosib qo'ying, hozir mana shu mashinani chiroyli obzor qilib beramiz. Hozir Faftiger V texnikalari Andijonda VUM kompaniyasi, ya'ni Van Universal Motors kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilyapti. 100 dan ortiq desak bo'ladi, xursand mijozlarga ega. 100 mi? 1000 dan ortiq bo'lsa kerak menimcha. Yuk ko'tarish qobiliyati pasporti bo'yicha 6,5 tonna berilgan. Umumiy massasi 11 tonna 300 bo'ladi. Buni orqasida dam olish uchun ham sharoitlari bor ekan. To'g'ri 2 litrlik bo'ladi. Apparat dvigatel 130 ot kuchga ega. Bu bar emas, bu sidena. Xohlasangiz 3 kishilik qilib olasiz. Xohlasangiz mana bunaqa qilib yotqizib olib oqib ketsangiz bo'ladi. Qarang, multi rul, tablolari elektronli ekan, oynalari ham elektronli tushib chiqadi. Monitorlari LCD mi shunaqa ekan, YouTube, undan tashqari navigatori ham bemalol ishlatar ekan. 360 kamerasi bor. Bitta lyuk qo'yib olsangiz bo'ldi, konkretniy inomarka bo'ladi. Menimcha like bosib bitta niyat qilib qo'ysangiz bo'ladi. Katta mashinalarga qiziqarmidingiz? Mana siz uchun bitta variant. Aka, buni qanaqa yukxonali deydi? Izitermitskiy avtofurgonimizni mana yonida ham, orqasida ham ishiga bo'ladi. Suv o'tkazmaydi bu. Suv o'tkazmaydi. Uzunasiga 510 sm bo'ladi, eniga 220 hamda bo'yiga ham 220 sm dan kvadrat shaklda bo'ladi. O'zi dizelda yuradi. 100 talik baki bor. Lekin bemalol gazga moslashgan. Narxini necha pul olasizlar? 452 million 480 ming. Sizga ko'rsangiz 510 bo'lsa, uzaytirilgan ramadiga naryoqda Faftiger va Tintovka avtofurgonimiz turibdi. Umumiy uzunligi 510 emas, balki 570 sm tashkil qiladi. 3 yil yoki 100 ming probeg garantiya beriladi. Faf kompaniyasini bu mashinasi, buni texnik holati o'z yo'liga, lekin odamlar uchun yaratilganligini mana shu narsada ko'rib mazza qildim. Qarang, suv idishi bor ekan, gel idishi bor ekan. Mabodo siz har xil qanaqadir mollarni ortdingiz, qo'lingiz kir bo'ldimi? Mana gel bilan qo'lingizni tozalab, yuvib olasiz chetda o'zida, mazza qildim. Shu joyiga menimcha bitta like bosmasangiz bo'lmaydi. O'zgarish mostidan Sergeli mostiga kelaverishingizda o'ng qo'lda joylashgan ekan. Mana Faf Trax degan joy ekan.